Kimmen bilen besli şunu? Boya hoşum devletinin kılıçvaz çempiyonu. Devletimiz palvallar bilen elişmakçıken. Ben çıkay. Hay! Talim berin. Devletimizin hakiki palvanı buluşku münasip sen. Mihmandın keson. Hay! Emdi minamı artımını kör ola. Hey. Yay! Bizden de öltümüzlerden güçlük. İsil kılıcı bak Adem'den yanışı inikla. Abbas, onu bazarı öpürüp devletimizin avat çaylarını köstük gel. Bu ne? Hop! Meyve satıman! Meyve ilala! Yeni meyve! Meyve satıman, meyve! Tengiç o? Kavap satı ben kavap! Erkek koydun kavap ye! Bu kavap yeşillik gel. İlan. Kişmiş satıman, kişmiş! Şerin şeker kişmiş! Kişmiş satıman! Bizden oyunun kişmişi pek tatlıq. Abbas aka. Yürü, av yakı verip gileyli. Toxta. Tık tengini beğenmediniz. Tengini siz berin. Benim yanımda tengi kalmadı. Ben ezelden yenimge tengi sanmayım ben. Neymiş tengini siz versiz Abbas aka? Bu qo'shni davlatning palvoni, padishahimizning mehmoni. Uning yuzini qilmasang bo'lmas. Unda olsa o yegan kişmişiga o'zi hujjatini yezib berish kerak. Ben digen dağlık palvan tursam sana ücret yüzüp biremdim tehi. Undaq bo'lsa qilichingizni ranik qo'yib qo'ying. Mening bu qilichimga bütün bazarni setib ag'ilib bo'ldigan tursa. Undaq bo'lsa qilichingizni ko'rib baqsam bo'g'dakda. Soltak. Ko'zing xilim altun edikan jumo. Biz seni uçurib asal söyleysen jumo. Bu qilich saxtiki. Şuntak. O'lgan kaga o'xshamamdu, ha? Ishonmamsiz? Bu qilichingiz qog'ozga o'tmaydi ekan, qandoqmi esil qilich degili bo'lsin? Emsi işkeylen bir iliş bakaylı. Sana esil kılıçımla karabetini bir körüsüp koymasam. Uning qilichi haqiqatan qaltisga, mening qilichimda yomonkan. Agar utursangiz qandoq qilasiz? Bu kılıçı sana vermem. Qadak. Gapimiz gap. Palvan, tayyorligingiz bitdimi? Meni tayyorligim olli burilib tutgan. Nasirda uning bilan qog'oz kesishibsiz. Onun qandaq o'yin o'ynaydiganligini kim biladi? Nasirdan kamningmi o'zining o'ylaganlari bor. Qaraganda tayyorligingiz bitmagandek qiladi. Qani, qog'ozni kesmamsiz? Marhamat. Qog'oz izmi yo'qmi? Kesilmabdi. Qaraydish. Ay! Ay! Palvan, temir so'qatamsiz, qog'oz kesyapsiz. Ay! Kesila! Palvan, bu qatam siz fitirdingiz. Esil qilishingizni ranik qo'ying. Abba, senden ötünüp qalay. Ulağı gap qilib qo'ysang, bu esil qilichimni ranik qo'ysam bo'lmaydi. Nasirdan, mana qilaylik. Undaq bo'lgan ekan, amisa hujjat yezib beringlar.
Sen utturdun. Biz yandık. Biz yandık. Demak, Nasrdan u terisiga patmagan palvonning adibini raso beribdi-da, ha? Shundoq Shohim. Ah. Shohim, qo'shni davlatdagi palvon ko'rishni talab qilyapti. Ha? Bu kechada nima ishi bordi? Kirson. Shohim, sizlar bilan xo'shlashg'ili kirdim. Bir necha kun turmamsiz, sizni obdinoq kutanmadik. Ko'ngillari tegil bo'ldi. Oilamda jiddiy ish chiqib qopti. Shunga qaytay. Undoq bo'lsa bo'pti, sizni tutib qolmay. Bizning ishigimiz sizga har qachon ochiq. Rahmat Shohim. Eliq palvon tangina ajib gapamaydi bu. Shuni deyman, keshim bo'lib ketdi. Nasrdan chatoq bo'ldi. Palvon ketadigan bo'ldi. Tanga berishdan qo'rqib shunday qilibdi-da. Shundoq. Boya u shoyimizga ketaman dedi. Nima? U qanday qilmas? Ha, topdim. Abasaka, bu yoqqa keling. Bu koni qing'iraq qarg'i kelarmi? Endi boshqa amal topqin, ha? To'g'ri. Chatoq yo'q, xotirjam bo'linglar. Nasrdan Abbosning esil qilich sitvatini deydi-ku. Shundoq. Bizning uyda o'tkir qilishdan birsi bor. Yaxshi, amsi men birini sitib olay. To'xtanglar. Aldirmanglar. Aldirmanglar. Sening meva yeging bormi yo'q? Men bilaman. Mana. Bu nima? Ha? Xatolashmadingiz, palvon. Bu ota-bobomdan qolgan isil qing'ir. Meni aldayotgan sen nima? Ha? Boshqasini olmagan. Haqiqatan bu esil qing'ir. To'g'ri. Ha. Amsi biz bir silab boqaylik. Agar yaxshi bo'lsa, men olaman. Yaxshi. Bu gapni siz dedingiz, ha? Amsa yana qog'oz kesaylik. Yana shu usulmi? Obdan qarang, ha? Obdan qarang. Qing'iroqni berib olay. Mana shu. Tez bo'lmamsa. Ma'qul. Kesishni boshlaylik. Bu mumkin emas. Kesildi. U kesildi. O kesildi. Rostini kesilibdi. Bu kesilibdi-ku, mumkin emas. Qandaq? Bu ota-bobomdan qolgan qing'iroq, ha? Qandaq ishtimikan, endi tangini ba. Bunda koni qarag'i olmayman. Mening qing'iriqim qog'ozni kesib o'tgandan keyin sizning qilichingizni eshitgan. To'g'ri. Shuning uchun gapingizda turib, buni elishingiz kerak. Abbos, menga yana bir xidim yordam qil, bo'lamdi. Bo'ldi. Palvon mening qing'iriqimni yaratmagan bo'lsa, men mo setishni xohlamayman. Shundoq. Undaq bo'lsa, hujjatga yozib bergan tangini amdig'o berasiz. Ozg'ini tangi uchun davlatingizning obro'yini to'kyapman. Ma'qul. Palvonning qilichi shundoq kichik turib qog'ozni kesamidi? Lekin sening qing'irqing qog'ozni kesalaydi ekan. Amaliyotda men buni tasodifiy bayqab qoldim. Bu kitobda xotirlangan ta'siri kuch bilan qarshi ta'sir kuchning munosabati. Lekin sening qing'irqing bu Qing'iroqni o'ldirsa kesalaydi ekan. Kitobda shundoq yozilibdi. Qing'iroq suv tekirsangiz, qarshi ta'sir kuchni yo'qotib, albatta kesalaydi debdi. Nasrdan qaltisga. Amaliyotda men mo boshqalarga o'xshash savolni chiqaroq so'rayman shu.